Raspakowka chek. Panelda 3 tomonlama ishlaydigan 3 xil kollagen mavjud bo'lgan yangi kollagen Trinity endilikda sotuvda. Sizlar bilan birgalikda ochamiz. Buni eng zo'r xususiyati har tomonlama zo'r ishlaydigan kollagen bor. Sochga, tirnoqqa, teriga endilikda 2 karra zo'r sizni yaxshi qilib beradigan natijangizni. Tarkibida 7 xil kollagen bo'lib, iste'molga tayyor yaroqli, ya'ni jeli holatda, endi suvga tayyorlab o'tirmaysiz. Shunda ochamiz va shunda og'zimizga solib bu jelini iste'mol qilamiz. Albatta tatib ko'ringlar, natijasi bomba bo'ladi. Ta'mi cherry, ya'ni gilosli maza. Halol mahsulotimiz. Hamma davlatlarda, enel qaysi davlatda bo'lsa, hamma joyda уже sotuvda mavjud. Novinka har doim usti ham zo'r, ichi ham zo'r, sostavi ham zo'r va 14 kaloriya atigi. Bunaqa kaloriya hech qayerda yo'q. Oddiy bitta kolasida 110 kaloriya bir stakan kolas. Oddiy misol Snickers olsangiz 250-300 kaloriya. Bu 14 kaloriya hech qaysi mahsulotda bunaqa tabiiy va kam kaloriyali, ya'ni ozmoqchi bo'lsangiz ham foyda, yosharmoqchi bo'lsangiz ham foyda. Kurs qilib qanchalik ichishlarini olganingizdan keyin tushuntiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni yeb ko'ramiz. Bugunoq o'zimga zapaskasi bilan olaman.